Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Iltimos, ushbu videorolikimiz keng tarqalishi va boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun video ostiga erinmasdan bir dona like bosib, o'z hissangizni qo'shishni unutmang. Like shunchaki videoni rekomendatsiyaga chiqishiga, ya'ni boshqa birodarlarimizga ham yetib borishlikka yordam beradi. Shuning uchun qo'llab-quvvatlashni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatgan, uni qilgan bilan barobardir. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Internet sahifalarida ko'pchiliklaring eshitdilaring. Ajoyib bir voqea, bo'lgan voqea tarqatildi. Vodiyda bo'lib o'tgan voqea shu kunlarda. Kichkinagina Hadisha degan qizaloq dugonasining Qur'on kitobi bor ekan. Shu kitobingdan menga ham berib turgin desa, otang ham senga Qur'onni olib bersin debdi. Hadisha sekin uyiga borib, onasiga yalinib yolvorib, "Oyijon, menga ham Qur'onni olib bering. Dugonalarimning Qur'oni bor. Ular Qur'onni o'qishadi. Menga ham Qur'on olib bersangiz, Qur'on o'qirdim" degan ma'noda yalinib yolvoribdi. Onasi sekin ro'zg'or uchun yig'ib qo'ygan pulini mundoq sanasa 80 ming so'm pul chiqdi xolos. Ota yo'q, beva ayol farzandini o'zi boqadi, o'zi qaraydi, ro'zg'orga o'zi xarajat qiladi. Nima qilayin endi? 80 ming so'mga Qur'on olsam, Qur'onga yetmaydi birinchidan. Ikkinchidan ro'zg'or qurib qoladi. deb o'ylanib turib, banda ojiz qolganda nima qiladim? Allohga yalinib yolvoradi. Joy namozni solib qiblaga yuzlanib, astag'fir niyat qilib, "Ya Robbim" deb 2 rakat namoz o'qib, namozdan keyin qo'llarini duoga ochib, yig'lagan hollarda Oyisha, Hadishaning onasi Oyisha uxlab qolibdilar. Joy namoz ustida. Bir payt tushlariga Imom Buxoriy kiribdilar. Imom Buxoriy go'zal bir libosda, qo'llari to'la shundoq kitoblarni olib, uylarining oldiga o'tib ketayotgan ekan. Oyisha hayron bo'lib mundoq qarasalar, Imom Buxoriyning oldilarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ketayotgan ekanlar. Yugurib borib umidvor bo'lgan Oyisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni quchib bag'rlariga bosib, hojatlarini ayta olmasdan munglik yig'lab turaveribdilar. İchlarida o'zlaricha go'yoki, "Ya Rasululloh, Imom Buxoriyga ayting, sicham Hadishaga bittagina Qur'on bersinlar, Imom Buxoriyga ayting" deb ichlarida o'tkazibdilar hayollaridan. Shu payt payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oyishani yelkalarini silab, "Ey Oyisha, sabr" deb 3 marta aytibdilar. Va aytibdilarki, "Sendek ayollarga tayyorlab qo'yilgan mukofotlar bor" debdilar. Oyisha uyg'onib ketibdi. Bu tush bir bashorati bor. Qizimga Qur'on olib bermasam bo'lmaydi deb yig'ib qo'ygan pulni olib, qizini yetaklab do'konga boribdi. Kitob do'konga borsa, yoshgina Hadisha jajji qo'llari bilan bir Qur'onni ushlab bag'riga bosib, "Mana shu Qur'on menga yoqdi oyijon, shu Qur'onni olib bering" deb erkalanishni boshlabdi. Haligi Oyisha onamda qarasa, yig'ib qo'ygan puli Qur'onga yetmaydi. 80 ming so'mga Qur'on bermaydi hozir. Sekin do'konchining oldiga, sotuvchining oldiga boribdi-da, "Iltimos, shu qizim juda ham Qur'onni yaxshi ko'radi. Qur'on kitobi yo'q edi, shuni o'qiyman" deb turibdi. "Lekin meni pulim yo'q. Mana shu pulim bor xolos. Bir imkoniyat bersangiz-u, 3 oyda ketma-ket sekin bo'lib to'lasam shuni pulini. Shunaqa imkoniyat qilib bering" desalar, haligi sotuvchimdan qarab turib, Hadishaning oldiga boribdi, yosh qizaloqning oldiga borib Qur'onni mahkam ushlab turgan ekan. "Mabodo qizini seni isming Hadisha emasmi?" debdi. "Ha, ismi Hadisha" desa, haligi qizaloqning qo'llarini olib, o'pib, yuzlariga surtib yig'labdi. "Shu do'kondagi hamma kitob seniki. Hammasini ol Hadisha. Sen tufayli men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlarimda ko'rdim. Rasululloh menga tushlarimda aytdi, Hadisha keladi seni do'koningga. Qur'on so'raydi, Qur'on bergin deb aytdi. Ol hammasini, senga. Sen barakali qiz ekansan, sen tufayli men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlarimda ko'rdim" deb yig'lagan ekanlar.